Ushbu kasallikni ko'pincha bel umurtqasi diski churrasi bilan adashtirishadi. Buning sababi xuddi grijadagi bo'lgani kabi bel og'rig'i, oyoqning son, boldir va tovon qismlaridagi og'riq hamda uvishish, shuningdek sezuvchanlik pasayishi kabi belgilar bilan kechgani sababli ushbu kasallik grija bilan adashtiriladi ba'zi holatlarda. Ushbu kasallik spondilolistes deyiladi, ya'ni umurtqa suyagining umurtqa pog'onasidan oldinga yoki ortga surilib qolishi natijasida yuzaga keladigan simptomlar bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallik asosan odamlarda travmalardan so'ng yoki osteoxondroz kabi kasallikka uchraganda, shuningdek og'ir yuk ko'targanida yuzaga kelishi mumkin. Ushbu kasallikning diagnozi asosan rentgen diagnostika yoki kompyuter tomografiyasi orqali tekshiruv o'tkazish mumkin. Xo'p, rentgen orqali biz umurtqa pog'onasidagi harakatchanlik qanchalik ekanligini aniqlashimiz mumkin. Agar umurtqa pog'onasi harakatchan bo'lgan bo'lsa, ushbu kasallikni faqatgina operatsion yo'l bilan, agar harakatsiz holatda siljigan bo'lsa, fizioterapevtik usul bilan davolash mumkin. Ya'ni mana bu tasvirda ko'rishimiz mumkin. Bemorimizda operatsiyadan avval umurtqa suyagi oldinga siljigan, ya'ni umurtqa pog'onasidan oldinga siljigan ko'rinib turibdi, ya'ni bitta chiziqda emas. Operatsiyadan so'ng maxsus uskunalar yordamida umurtqa pog'onasi qotirilgan va bir chiziqqa qo'yilgach, bemorimizni bezovta qilayotgan kasallik bartaraf etilgan. Bizning klinikamizda asosan jarrohliksiz davolash, ya'ni agar umurtqa pog'onasi harakatsiz holatida bo'lgan bo'lsa, jarrohliksiz davolash yo'lga qo'yilgan. Agar sizda umurtqa pog'onasi harakatchan holatida bo'lsa, albatta neyroxirurg konsultatsiyasi kerak bo'ladi. Ushbu kasallikni hech qanaqasiga umurtqaga zarb bilan urish yoki bolg'a bilan urish, barmoqlar bilan urish orqali davolab bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.